Jamoamiz haqida, jamoamizda yaxshi va yomon xarakterlarini, uy egalarini eshitib ko'ramiz. Assalomu alaykum. 4 yil oldin uyingizga ishlab ketganmizda, men kelib zamoningiz bosganimdan Shohruh deb taniganingiz uchun ham o'zi avvalambor juda ham xursand bo'lib ketdim. Bizlar jamoamiz haqida yaxshi va yomon tarafini bitta gapirib bersangiz obunachilarimizga. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz mana shu 4 yil oldin Shohruxjonga topshirganmiz jamoasi bilan. Baraka topsin. Endi ortiqcha maqtovga hojat yo'q. Biz ham bitta qaradik, masalan, Instagramga ko'proq e'tibor berib qaraymiz. Shohruh o'z kelishlari bilan nima deydi, istarali bo'ladi bu. Hali klientlarni ham nima qiladi, hozir taniganingizga deydi. Uyg'otsa ham tanib olaman buni. Chunki ishlashdi, naq qilishdi, masalan, uyimizda baribir qizlarimiz, kelinlar bor, nevaralar bor, 5-6 ta ishlashadi. Bo'ldi o'zini ishini bilib qiladi lekin. Juda yaxshi. Men ortiqcha maqtayman, bor gap haqiqat aytaman. Masalan, maslan qilishgan bo'lsa, akkuratniy ishi birinchi navbatda. Akkuratniy. Keyin masalan ishchilar unaqa hali ortiqcha gap yoki bir narsa qilib ishlashmaydi. Men to'g'risini aytayapman. Keyin yana bitta zo'r joyini aytaman. Misol uchun Shohruh biz ayb qidirmaymiz, o'zi kelib ayb qidiradi. Men tamomna qilib qo'yibsizlar, bir kun masalan ustida o'tiribdi-da, men yo'ligimizdan qilishyapti-da, nimadir qilib o'tirishdi, kelib shu urishib tashadi. Nima? O'llaring deb aytvoy. Shunaqa bo'lsa-kina ishchilar akkuratni bo'ladi. Bizda hammasi o'qitilgan. Bizlarni o'qitilgandan tashqari nimadir qiladigan bo'lsa, gap eshitiladi. Ustalar o'zi hammasi biladi. Baraka toping Shohruxjon, вообще rahmat. Qachon telefon qilsak, zingga tetib kelmayman. Bir xil to'g'risida endi baribir joylar qilamiz, ko'ramiz. Xudo xolasi yana qilish arafasidamiz. O'shanga ham Shoh nasib qilsa, avvalambor Shohruxjonni chaqiramiz, chunki boshqasiga ishonmaymiz hamda gap ochig'i. Bu endi nima desam ekan, haqiqiy odzivda bu. Masalan, unaqa emasman. To'g'risini aytib qo'yaman. Sizga kattakon rahmat. To'g'risini aytib berdingiz. Bizda har bitta mijozimizning fikri muhim. Yomon taraf bo'lsa, yomon tarafini ham aytavering. U kimdirlar negativ bo'lishi mumkin. Nima, faqat yaxshi tarafini. Yo'q. To'g'risini aytaman. Nima qilaman? Masalan, sizdan qarz joyim yo'q o'tsam, rahmat. Aytmoqchiman, anaqa ishini puxta qiladi. Malatsi. Ilohim ana rivojini bersin ishingizdan. Tan joningiz sog' bo'lsin. Hammani oldida yuzingiz yorug' bo'lsin. Rahmat aytgansiz. Mana shunaqa istarali bo'lib yuravering. Sizga paxta qo'ymayman. İçimden dua qilaman. Ishingizga gap yo'q, Alloh rivojinglarni barakanglarni bersin. Sog' bo'ling, sizga ham umringiz uzoq bo'lsin, to'g'risi. Faqat mana shunaqa baqaybat uylar qursa, bizga xizmat qilib charchamaylik. Inshaalloh, va saqattiring. Rahmat. Sog' bo'linglar. Aziz obunachilarim, shunaqa sifatli, ishonchli ustalar tarafdan xizmatlar kilaslar kerak-ku. Tog'zor Miramsevga umuman qo'rqmasdan telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.